Aka assalomu alaykum. Yana bir bor. Assalomu alaykum. Mana shunday chiroyli bog'larni yaratib qo'yibsiz. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Dard ko'rmasin. Mana shu baland tog'larni shunday ostiginasida, tagida turibmiz hozir. Bu bog' qachon tashkil qilingan? Necha yoshli bog' mana? Gapiravering, mikrofon bemalol. Bu bog'ga aka 10 yil bo'ldi. 10 yoshli bog'. 10 yoshli olmalar. Bu yerda hozir ko'rib turibman, faqat olmalar ekilgan. To'g'rimi? olma. Aziz do'stlar, Tomorqachilik kanalini kuzatayotgan barcha do'stlarimiz, olma salqin joyda yaxshi bo'ladi. Bilib olinglar, issiq joyda olma yaxshi bo'lmaydi. Bu yer o'ta salqin joy ekan. Ya'ni mana shu tomonda katta daryo oqib o'tar ekan, shu tog'ning tagida daryoning suvi, salqini mana shu yoqqa doim urib turar ekan. Klimat o'ta past. Hozir pastdan Dino tomonidan Oltinsoy tumanidan keldik. Bu yerga nisbatan 15-20 gradus ancha past deb o'zim hisoblayman. Hop, juda yaxshi bog'da tashkil qilganiga 10 yil bo'ldi. Qanday navlar ekkansiz aka bu yerda? Bu yerga aka Crimson. Crimson olma. Narigi burchak tomon Golden. Golden ko'rdim, Golden. Tanidim. Olmalarni nima qilaman? Ko'proq endi Crimson olmada. Crimson olma, bu qizaradi. Crimson. Golden sarg'ayadi xolos, juda yaxshi. Suvlik shunchalar bir shirin olmada. Karsillak. Shunday ishlasangiz ajoyib maza qilasiz. Qanqirab ketadi. Juda mazali zo'r olma bo'ladi. Shunday. Endi bular qaysi oylarda qachon pishadi bu? Endi pishish vaqti sentyabrdan keyin o'zi tayyor bo'lib qoladi. Sentyabrda o'rtalariga xudo xolasa pishib, shu oktyabrga yetmay shu yig'im-terim boshlanadi. Xudo xolasa. Siz bu olmalarni keling shu mana shu olmalarni yoniga kelib gaplashaylik. O bergidan olmasi, mevasi ko'p o'xshab ko'rinyapti-da. Lekin ozgina erta-betta dog'lari bor. O'sha kasallik haqida O'ktamjon mana shunaqa kasallik tushdi-da degandek gap qildingiz. Qani shu haqida gapiring. Endi aka bunga shu namgarchilik tufayli shunday bir nima bo'lib qoldi-da kasallik. Yog'ingarchilik ko'p bo'ldimi? Yog'ingarchilik erta bahor juda ham ko'p bo'ldi. Keyin bu mana bu dog'larga jala urdi-da, do'l urdi. Do'lni ta'siri mana shular. Do'lni ta'siriga do'stlar. Lekin ichkariga ta'sir qilmaydi. Ichkariga tarkibiga ta'sir qilmaydi, faqat po'stlog'ini buni qilib qo'yadi. Shunday. Mana shunday dog' bo'lib qoldi-da, lekin ichki qismi. Onda sonda endi bu ham hammasida emas ekani. Yo'q. Bitta yarim, bitta ikkitasida shunaqa kuzatilyapti. Qolganlari yaxshi sog'lom, mana qarang, sog'lom. Olma juda ham taniq zo'r olma. Shunday ekan. Hop, juda yaxshi. Buni erta bahordan qanday agrotexnik ishlarni olib borasiz? Mana shu olmaga. Birinchi o'sha qurtiga qarshi, birorta bir nimasiga qarshi erta bahor sepasizmi? Dori sepasiz. Dori sepmasa, qurtga, hasharotga qarshi sepmasa, bu olmaga ko'p ziyon beradi. Qurt tushib ketadi, ko'proq tushib ketadi. Buni shakl berish qanaqa bo'lgan? Qanday shakl bergansiz? Endi bu yerda hozir men kuzatib turibman. Asosi o'q yon. Hop, demak bu zontik shaklida berilgan shakl. Shunaqami? Har yili kesiladi-da bu. Kesiladi. Har yili abreska bo'ladi. Buni abreska qilmasak, hali tepaga qarab o'sadi-da. Tepaga qarab o'sadi. Tepaga o'sib ketadi, o'g'lab ketadi-da. Shunday. Buni yaxshi. Har yiliga abreska qilib tursak, hali kosada yeniga qarab katta yirik bo'ladi. O'rta ochiq, shamol aynaladi. Aynan shamol, atrofida shamol aylanib tursa, mevalar ham shunday sog'lom, chiroyli, tiniq va quyosh ham tushadigan bo'ladi. Rang ham olishi yaxshi bo'ladi. Rang ham chiroyli bo'ladi. Shuning uchun har yili abreska bo'lib turadi. Juda yaxshi. Qanday o'g'itlarni solasiz bunga? Fosfor, kaliy, endi ammofoz beramiz. Ammofoz berasiz. Ammofoz, kaliy beramiz. Kaliy juda ham yaxshi. Mana bu tanani baqvat qiladi, keyin mevani mana shu bo'g'ini bor-ku. Mevani bo'g'inida kaliy zarur.
Sababi ko'pchilik guli to'kilib ketyapti. Meva to'kilib ketyapti. Bundoq dumaloq bo'lganda meva to'kilib ketadi. Men olmam shunaqa bo'lyapti, nokim shunaqa bo'lyapti, boshqa mevalarim shunday bo'lyapti. Nega unaqa desa o'sha kaliy yetishmasligidan. Kaliy mana shu bo'g'imda, ya'ni mevani mana shu ushlab turgan bo'g'imini mustahkamligini ta'minlaydi. Tanani mana shu tanani semirtirishga, baquvvat bo'lishiga juda katta ahamiyati bor. Juda yaxshi kaliy o'tlardan foydalanasiz. Kimyoviy ishlov berasiz. Juda yaxshi. Taglarni bo'shatib, belgilab, qo'yni porosidan, molni porosidan beramiz. Iloji boricha. Mahalliy o'g'itlardan, mahalliy o'g'itlardan. Bu yerda taxminan nechta bor olmangiz? Olma endi mana shu 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 15 ta bor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta, 15 ta, 10 ta, 150 tip olmangiz bor ekan. 150 ta. Shu bitta qatorda 15 tadan ekanda, demak 150 ta burchaklar bilan 170 tami qancha borlar? Ana. To'g'ri. Chekkadagilar bilan, shunday. Narigi tomoniga noklar ekkanmiz. Nok ham bormi? Nok bog'ingiz ham bor ekan. Nok ham bor. Juda yaxshi. Bu dam olgani kelganmiz, mana 2 kun, 3 kunga kelgan edik. Mana shu akani bog'ini ko'rib, shunday turolmay qoldimda, kecha tongga sayi tezda mana shu chiroyli bir material qilsam, video qilsam deb shoshdim. Akani ushlab oldim. Ertalabdan sahardan turib yumushlari bor ekan, har xil ishlarni qilib, va bog'ni ostiga tagiga qanaqa ekinlarni ekib daromad qilasiz? Beda ekiladi aka bu yerga. Beda. Chorvaga, molga, chorvaga. Shu beda ekamiz, shu beda mollarga yemish bo'ladi. Necha marta o'rib olasiz bu bedani? 3 marta o'rib olaman. 3 marta o'rib olasiz. 3 marta. Endi texnika qanaqa, yaxshimi texnika? Yaxshi. Menga endi erta nima deydi? Kech uyg'onadi. Bahor kech keladi. Kech keladi. Salqin joyda. Salqin joy. Erta daraxtlar yotadi. Kuz vaqti keladi. Bahor kech keladi. Yoz qisqada, yoz qisqa. Yoz qisqa. Aka bitta ham beda bo'lganmidi? Beda bo'lgan. Beda bo'lgan. 8 yil bo'ldi-da. Aka, men mana shu borasida mutaxassisman-da. Mutaxassisman. Endi siz orasiga masalan pomidor, boshqa narsalar ekish nima qilmaysiz, mehnati ko'p. Keyin hech qachon bog'ning ichiga jo'xori ekmang. Makka jo'xori ekmang. Bu o'ta zarar keltiradigan narsa o'sha nima. Endi mana beda haqida gaplashamiz. Qarang, quloq soling. Xo'p, dehqon bo'lsangiz, biz mana shu ilmini olganmiz-da. Mayli shu nimaga dalangizga, mana shu bog'ingizga beda ekirsiz. Bedani bunaqa 7 yil, 8 yil cho'zib yormang vaqtini. Mana qaranglar do'stlar, juda vaqt kelib qoldi. Mana shu haqida gaplashamiz. Mana shu 7 yillik, 8 yillik beda poya. Bog'ga ekilgan. Mana shular ekilgan paytda ekilgan. Bu begona o'tlar mana shu beda 1 kvadratga yangi sepganingizda 1700 dona sepiladi. Siz o'zingiz sezmaysiz, uni sanamaysiz. 1700 dona. Har o'rimida 400 ta, 300 tadan kamayib boradi. Va mana hozirgi mana shu nechinchi yilga? 3-4 yil bo'ldimi? Bugun 3-4 yil bo'ldi. 3-4 yil bo'ldi. Mana 3-4 yil. 3-4 yilda 1 metr kvadratda qancha qoldi? Bir 50 dona qoldi xolos. Aslida bu yerda nimaga o'xshab piyozni donasiga o'xshab o'zi qalin bo'lib chiqadi. U har o'rganingizda yilma-yil kamayadi-da, bir-birini qisib eng gigantlari, kattalari mana shu baqvatlari qoladi va u ham to'xtamaydi. Yil o'tgan sari mana shunday holatga keladi. Ya'ni bedapoya yo'q bo'lib ketadi. Begona o'tlar kuchayib ketadi. Endi buning uchun nima qilishimiz kerak degan savolga aka, buni ilmiy kitobi 3,5 yilda buzish kerak. Mayli siz 4 yilda buzing. Mana shu yerda 4 yil olingda, men bekorga texnika qanaqa deganimda nimasi shu. 4 yil bedani o'rib olgandan keyin ag'darib haydang. Pulukda haydab tashlang. Oxirgi o'rimdan keyin. Oxirgi kuzda bitta haydab, iloji bo'lsa bitta suv bostirib qo'ying.
Yerlasa dam oladi. Bu o'zida azot yig'adi. Azot yig'uvchi ildiziga to'liq azot yig'adi. Azot mana nima uchun juda ham kerak. Bo'lsin. O'rniga agar birorta narsa karommi, bu narsa ekadigan bo'lsangiz, 1 yilga, faqat 1 yilga ekadigan bo'lsangiz, ro'shmi yoki boshqa narsa. Ammo juxor ekmang. Shunaqa narsa eksangiz eng zo'r bo'ladi. Uni dori ham solmaysiz, rosa zo'r yetiladi. Orasi katta ekan juda. 6 metrmi, bilmem 5 metrmi shunaqa ekan, 4 ga 5. 4 ga 5 ekan, 5 metr ekan. Qaranglar mana. Endi mana shu bida poyadan foydalanish maqsadida o'zi bizda o'qitish bo'yicha 3,5 yilda buziladi. 2 o'rimdan keyin 4-yiliga 4-yil kelyapti. 2 o'rimdan keyin buzib turib, o'rniga boshqa narsa ekiladi. Va 5-yil boshlanganda yana bedapayani qalin qilib sepib qo'yadi. Almashtirib turish kerak. Almashtirish kerak. Yerda almashtirmasangiz mana shunaqa begona o'tib bosib ketadi. O'sha mana 4 yillikda yaxshi normalniy, bir yil xudo xolasa mana shuni oling. Mana uje siyraklashni boshlabdi. Mana ko'ryapsizmi? Siyraklashni boshlagan. Va siyraklashgandan keyin mana shu yerda begona o'tlar chiqishni boshlaydi. Chiqib ketadi, hamma joyda begona o't bo'ladi-da, xuddi mana holatga kelib qoladi. Siz bundan qutulish uchun 4 yilda, 7 yil, 8 yil cho'zmang. 4 yilda kech kuzgacha mayli qilingda, olingda kuzga borganda puli bilan yashirib haydab, go'ngam solmang. O'shani o'zi mana shu olmalar uchun ekadigan ekinlarimiz juda katta kuch-quvvat beradi. Значит, beda uzoq saqlanmaydi. Beda o'sha agar ozgina mas har o'rimda bir anaqa chelak dorini silitrani sep turib sug'orsangiz 7 marta urasiz. Endi bu yerlarda 5 marta ursangiz mayli. Necha marta urasiz mana shu bedani? 3 marta uraman. 3 marta ana kam. 3 marta uraman. 4-inchisiga shu pishmay qoladi. Pishmay qoladi. Gullatib urasizmi? Gullatib uraman. Gullatib urasiz. Gullatib uring, o'shanda poyalari baqvat pishadi, oziqa birligi ham kuchayadi. Mana shuni gullaydi, o'shanda molga yuqadigan bo'ladi. Endi o'shanda 4 yilda buzavering. 5-yil, 6-yil, 7-yil cho'zmang. Nimaga texnikaga bitta xarajat sarf qilasiz, zato ko'chatingiz yangilanadi, mana bunaqa holatga kelmaydi va bemalol foydalanasiz. Olmalar ham dahshat bo'ladi, olmalar tiniq, katta bo'ladi. Olmalarni endi orasini erta bahor mevasi, mayda-mayda mevalarni nima qilib tashlaysizmi? Yoki o'z xohlagan ushlaganicha ushlab qolaveradi. Shu kuchiga yarasha ushlaydi, qolgani o'zi to'kilib ketadi. Nokeraklari o'zi quvvat yo'ladi, tushib ketadi. O'zi tushib ketadi. Qolgani qoladi. Qoladi. Juda yaxshi. Mana shu 10 yillik bog' bo'lsa, siz mana shu yerdan necha yildan beri haqiqiy hosil olyapsiz? 3-4 yildan beri olyapsiz. Yo'q, o'tgan yildan boshlab. Endi olma bu nimalar borku, olma turlarimiz kech mevaga kiradiganda. Kech mevaga. Bu yerda sharoitiga o'zi shundayda. Yo'q, boshqa joylarda ham 7 yil, 4 yil bir xil odam aytadi-da, olma hech meva qilmayapti. 4 yil bo'ldi, 5 yil bo'ldi, meva qilmaydi deydi-da. Noklar shunaqa, bir xil noklar 8 yilda meva qiladi. Yo'q, nok uzoqda. Shunaqa. O'shaning uchun bu olmalar endi hali hozirgi zamonaviy intensiv bog'lar chiqib ketgan, aka. Bular tezda 2-yilga meva kiradi. Pakana bo'lib, pakana kaltapalak. Pakana bo'ladi, intensiv o'sha pakana bog'ladi. Nima qilish kerak? Uni shlang orqali sug'orsangiz ham bo'laveradi. Ildizi, patak ildizi bo'ladi. Mana shu atrofda shuni patak bo'ladi ildizi. Buni o'q ildizi bor. Chuqur narxlarga ketgan ildizi bor-da buni. Shunday. Uni ildizi mana shunday haligi nimaga savatga o'xshab yopishib yerni betida 15-20 sm qoplab oladi. O'shaning uchun anaqa shlangda nima deydi? Tomchilatib sug'orishda ana rayonlarda, issiq joylarda foydalansa bo'ladi. Lekin baribir olmaga salqin kerak. Sizda eng zo'r tabiatingiz bor ekan, yoki Alloh taolo bergan ekan, Alloh taolo bergan ekan, mana shu tog' bag'rlarda, tog'lar orasida mana shunday go'zal olmalarni yetishtirishda mana shu akamizning xizmatlari ko'p. Mana shu akamizning xizmatlariga like bosib qo'yasizlar. Do'stlar, mana shu videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, yaxshi bir o'zlaringga kerakli ma'lumotlarni olgan bo'lsalaring, sizlardan ham bizdan ham sizlar
rozi bo'ladilar, xursand bo'ladilar. Aka sizga rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Dehqonchiligingizga, umringizga, rizqingizga Alloh baraka bersin. Rahmat. Salomat bo'ling. Ko'rishaylik. Mana shunday olmalarni egasi, mana shu olmalarni yaratuvchisi akamizga Alloh bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.